Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensiya indeksatsiyasi. Ya'ni pensiya miqdori oshirilganda ayrim fuqarolarga pul to'liq hisoblanmay qolishi, keyin esa qayta hisob-kitob natijasida pullar qaytarilishi masalasi. Bu mavzu har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nogironlik pensiyasi olayotganlarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga va yaqin orada pensiyaga chiqmoqchi bo'lganlarga bevosita tegishli. Men sizga bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nima o'zgardi? Kimlar pulini qaytarib olishi mumkin? Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Pensiya jamg'armasiga borganda nimalarni so'rash kerak? Qanday hujjatlarni yig'ish kerak? Va eng muhimi, sizning pensiyangiz noto'g'ri indeksatsiya qilingan bo'lsa, qanday qilib haqqingizni talab qilishingiz mumkin? Agar siz yoki ota-onangiz pensiya olayotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamlarning real pulini saqlab qoladi. Avvalo, pensiya indeksatsiyasi nima ekanini aniq tushunib olaylik. Indeksatsiya degani davlat tomonidan pensiya va nafaqalar miqdori oshirilganda, siz olayotgan pensiya ham belgilangan tartibda ko'paytirilishi kerak. Masalan, pensiyalar 7% ga, 10% ga yoki boshqa miqdorda oshirilsa, sizning eski pensiyangizga shu oshirish qo'llanadi. Lekin amaliyotda hamma narsa doim ham shunchalik sodda bo'lmaydi. Chunki pensiya miqdori birgina oddiy raqamdan iborat emas. Uning ichida bazaviy hisob, ish staji, ish haqi koeffitsiyenti, ustamalar, qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar, nogironlik guruhi bo'yicha farqlar, boquvchisini yo'qotganlik holati, minimal pensiyaga yetkazib berish kabi juda ko'p tarkibiy qismlar bo'ladi. Ko'p odamlar shuni bilmaydi. Pensiya oshirilganda hamma qism bir xil oshmasligi mumkin. Ba'zi to'lovlar indeksatsiya qilinadi, ba'zilar alohida tartibda belgilanadi, ba'zilar esa umuman oshirilmasligi mumkin. Mana shu joyda chalkashlik paydo bo'ladi. Pensioner esa buni bilmagani uchun menga kam tushdi, qo'shnimga ko'proq tushdi, nega meniki oshmadi deb hayron bo'ladi. Men ko'p ko'rgan holat shuki, odamlar oyma-oy kartasiga tushgan summani ko'radi, lekin pensiya qanday hisoblanganini so'ramaydi. Pensiya jamg'armasi bo'limiga borganda ham ba'zan hammasi to'g'ri, kompyuter shunaqa chiqargan, sizga shuncha bo'ladi degan umumiy javob bilan qaytib keladi. Lekin kompyuterga ma'lumotni ham odam kiritadi. Agar ish staji noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, eski ish haqi ma'lumoti to'liq olinmagan bo'lsa, indeksatsiya noto'g'ri bazaga qo'llangan bo'lsa, natija ham noto'g'ri chiqadi. Bu yerda men hech kimni umumiy ayblamoqchi emasman. Lekin fuqarolar o'z huquqini bilmasa xato aniqlanmaydi. Xato aniqlanmasa pul qaytarilmaydi. Shuning uchun bugungi mavzu juda jiddiy. Avvallari ko'p pensionerlar pensiya miqdorini faqat naqd olgan yoki kartaga tushgan pul orqali bilardi. Hisob-kitob varaqasi so'rash, pensiya ishini ko'rish, staj va ish haqi qanday olinganini tekshirish odati juda kam edi. Odamlar davlat hisoblab bergan bo'lsa, demak to'g'ri deb yuraverardi. Hozir vaziyat o'zgaryapti. Elektron bazalar kengaymoqda. Pensiya ishlarining bir qismi raqamlashtirilmoqda. Fuqarolar ariza bilan murojaat qilganda qayta hisob-kitob qilish imkoniyati bor. Eng muhimi, odamlar savol berishni boshladi. Nega mening pensiyam faqat 6000 so'mga oshdi? Qo'shnimniki 1000 ga oshdi. Nega 3 yil ishlagan odam bilan 12 yil ishlagan odam deyarli bir xil olmoqda? Nega indeksatsiya e'lon qilingan foizga mos kelmayapti degan savollar ko'paydi. Mana shu savollar ortidan ayrim holatlarda xatolar chiqyapti. Masalan, odamning 5 yillik eng yuqori ish haqi davri olinmagan bo'lishi mumkin. Yoki Sovet davridagi ish staji arxivdan tasdiqlanmagan deb hisobga kiritilmay qolgan bo'lishi mumkin. Yoki ayolning bola parvarishi bilan bog'liq davrlari noto'g'ri ko'rilgan bo'lishi mumkin. Yoki nogironlik pensiyasi olayotgan odamda guruh o'zgarganidan keyingi qayta hisob-kitob to'liq qilinmagan bo'lishi mumkin. Indeksatsiya masalasida eng katta muammo shuki, pensiya oshirilganda sizning pensiyangizning aynan qaysi qismiga oshirish qo'llanganini bilmasangiz, sizni aldashayotganini ham, aksincha hammasi qonuniyligini ham bila olmaysiz. Shuning uchun men doim aytaman, hissiyot bilan emas, hujjat bilan gaplashish kerak. Eng birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, sizning pensiyangiz bitta umumiy summa emas, u hisob-kitob natijasi. Uni tekshirish mumkin. Siz pensiyam qanday hisoblanganini yozma ravishda tushuntirib bering deb so'rashga haqlisiz. Masalan, Akmal aka 17 yoshda 1990 yillardan beri zavodda ishlagan, jami 32 yil staji bor. U 20 so'm pensiya olib kelgan. Pensiyalar oshirilgandan keyin uning pensiyasi
20.330.000 so'm bo'lgan. Ya'ni atiga tegmas 1000 so'm qo'shilgan. U esa yangiliklarda pensiyalar ancha oshirilgani haqida eshitgan. Avvaliga meni aldayapti deb o'ylaydi. Lekin tekshiruvda ma'lum bo'lishicha, uning pensiyasi minimal miqdorga yetkazib berilgan qo'shimcha bilan to'langan ekan. Indeksatsiya esa asosiy hisoblangan pensiya qismiga qo'llangan. Qo'shimcha tenglashtirish qismi alohida tartibda kamaygan yoki o'zgargan. Natijada qo'lga tushadigan umumiy oshish e'lon qilingan foizdan kamroq ko'ringan. Bu holatda hammasi xato degani emas, lekin tushuntirish kerak. Ikkinchi misol. Muhabbat opa 6 yoshda maktabda 34 yil ishlagan. Pensiyaga chiqqanda uning ish haqi bo'yicha ma'lumotlari to'liq topilmagan, faqat ayrim yillar olingan. U 1.900.000 so'm pensiya olgan. Indeksatsiyadan keyin 1.600.000 so'm atrofida bo'lgan. Keyin farzandi arxivdan eski ish haqi ma'lumotlarini topib, pensiya jamg'armasiga ariza bilan kiradi. Qayta hisob-kitob qilinganda pensiya aslida 1.500.000 so'm bo'lishi kerakligi aniqlanadi. Bundan tashqari oldingi davr uchun ham farq pullari hisoblanadi. Mana bu odamlar pul qaytarilmoqda deb aytayotgan holatlardan biri. Bu sovg'a emas. Bu odamning o'z haqqi. Uchinchi misol. Rustam aka nogironlik pensiyasi oladi. Uning nogironlik guruhi o'zgargan, lekin yangi ma'lumot tizimiga kech tushgan. Shu sabab bir necha oy davomida eski miqdorda pul olgan. Keyin qayta hisob-kitob qilinganda farq pul to'lab berilgan. Bu ham indeksatsiya bilan aralashib ketishi mumkin. Odamlar pensiya oshgandan keyin menga qarzdor ekan deb o'ylaydi. Aslida sabab guruh o'zgarishi, staj yoki qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. To'rtinchi misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oila bor. Onasi 2 farzand nomidan pensiya oladi. Farzandlardan biri 10 yoshga to'lgan. Lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumot o'z vaqtida taqdim qilinmagan. Shu sabab to'lov to'xtatilgan yoki kamaygan. Keyin o'qish joyidan ma'lumotnoma olib borilgach, ayrim davr uchun pul qayta hisoblangan. Bu yerda ham odam menga kam to'lashgan deydi. Lekin hujjat o'z vaqtida bo'lmasa, tizim avtomatik to'xtatishi mumkin. Shuning uchun har bir holatda sababni aniqlash kerak. Birinchisi, pensiyaga chiqqandan keyin biror marta ham hisob-kitob varaqasini ko'rmaganlar. Agar siz 5 yil, 10 yil, 15 yil pensiya olib kelayotgan bo'lsangiz va hali bir marta ham mening stajim necha yil deb olingan, haqi qaysi davrdan hisoblangan deb so'ramagan bo'lsangiz, albatta tekshirtiring. Ikkinchisi, uzoq yillar ishlagan, lekin kam pensiya olayotganlar. Masalan, 34 yil ishlagan odam minimalga yaqin pensiya olayotgan bo'lsa, bu albatta xato degani emas, chunki ish haqi past bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin tekshirishga arziydi. Ayniqsa arxiv ma'lumotlari to'liq kiritilganmi? Ish staji uzluksizmi? Imtiyozli davrlar bormi? Shularni ko'rish kerak. Uchinchisi, turli korxonalarda ishlaganlar. Masalan, kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkiloti, tibbiyot muassasasi, maktab, xususiy korxona yaqin tartibdagi faoliyat. Qancha ko'p ish joyi bo'lsa, shuncha ko'p hujjat yo'qolishi yoki bazaga tushmay qolishi ehtimoli bor. To'rtinchisi, ayollar. Chunki ayollarda bola parvarishi davri, dekret, ishdagi tanaffus, yarim stavka ishlash. Budjet tashkilotidagi ustamalar kabi masalalar ko'p uchraydi. Bu davrlarning barchasi qanday hisoblanganini tekshirish kerak. Beshinchisi, nogironlik pensiyasi va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu toifadagi to'lovlarda hujjat yangilanishi, guruh o'zgarishi, o'quvchi yoki talaba maqomi, qaramog'ida bo'lgan shaxslar soni kabi omillar katta rol o'ynaydi. Endi shuni ham adolat uchun aytishim kerak. Hammaning pensiyasida xato bor. Hamma pul qaytarib bo'ladi deb o'ylash noto'g'ri. Ba'zi odamlarning pensiyasi to'g'ri hisoblangan bo'ladi. Ba'zida e'lon qilingan indeksatsiya foizi qo'lga tushadigan umumiy summada boshqacha ko'rinishi mumkin. Buning sababi pensiya tarkibi har xil bo'lishida. Masalan, 2 pensionerning har biri 1.500.000 so'm oladi. Lekin birinchisining asosiy pensiya qismi 1.400.000 so'm, qo'shimchasi 100.000 so'm. Ikkinchisining asosiy qismi 1.100.000 so'm. Minimalga yetkazish yoki boshqa qo'shimchalar 400.000 so'm. Indeksatsiya qaysi qismga qo'llanishiga qarab, ularning oshishi har xil chiqishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimga ko'p qo'shildi, menga kam qo'shildi degan taqqoslash har doim ham to'g'ri emas. Yana bir holat. Odam pensiya yoshiga yetib, pensiya tayinlangandan keyin ishlashda davom etadi. Ishlayotgan pensionerlar bo'yicha ayrim davrlarda qayta hisob-kitob, badallar, ish haqi ma'lumotlari masalasi alohida tartibda ko'rilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men ishlayapman.
Demak, har yili pensiyam avtomatik ko'payishi kerak degan tushuncha ham har doim to'g'ri emas. Qonunchilikdagi amaldagi tartibni tekshirish kerak. Eng katta tuzoq bu og'zaki javobga ishonib ketish. Siz bo'limga borasiz. Oynadagi xodim hammasi to'g'ri deydi. Siz uyga qaytasiz. Lekin og'zaki javob isbot bo'lmaydi. Ertaga boshqa xodim boshqa gap aytishi mumkin. Shuning uchun muhim masalada yozma ariza qoldiring va yozma javob so'rang. Ikkinchi tuzoq bu kompyuter xato qilmaydi degan gap. Kompyuter o'zidan o'zi pensiya hisoblamaydi. Unga staj, ish haqi, hujjatlar, imtiyozlar, qarorlar kiritiladi. Agar ma'lumot noto'g'ri kiritilsa, kompyuter ham noto'g'ri natija beradi. Masalan, ish staji 22 yil emas, 23 yil deb kiritilgan bo'lsa, tizim 23 yilga qarab hisoblaydi. Ish haqi ma'lumoti 1925-1959 yillar o'rniga pastroq bo'lgan 1992-1906 yillardan olingan bo'lsa, pensiya kam chiqishi mumkin. Uchinchi tuzoq bu arxiv hujjatlarga befarqlik. Ko'p odamlar men ishlaganman, hamma biladi deydi. Lekin pensiya hisobida hamma biladi degan tushuncha yo'q. Hujjat kerak. Mehnat daftarchasi, buyruq nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv ma'lumoti korxona tugatilgan bo'lsa, uning huquqiy vorisi yoki davlat arxividan tasdiq kerak bo'ladi. Agar hujjat bo'lmasa, ayrim davrlar hisobga olinmay qolishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat bu muddat masalasi. Agar pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, farq puli qaysi davrdan boshlab to'lanishi masalasi qonuniy tartibga bog'liq. Ba'zan xato davlat organi aybi bilan bo'lsa bir tartib. Fuqaro hujjatni keyin olib kelgan bo'lsa, boshqa tartib qo'llanishi mumkin. Shuning uchun arizada aniq yozish kerak. Pensiyam tayinlangan kundan boshlab qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Yoki indeksatsiya qo'llangan davrdan boshlab farq summani hisoblab berishingizni so'rayman. Shunda ular sizga qaysi davr uchun to'lanishini asoslab javob berishi kerak. 5-nozik jihat bu ortiqcha to'lov masalasi. Ayrim hollarda tekshirtiraman deb borgan odamga sizga aksincha ortiqcha to'langan ekan deyishlari ham mumkin. Bu kam uchrasa ham bo'lishi mumkin. Masalan, talaba maqomi tugagan, lekin o'quvchisini yo'qotganlik to'lovi davom etgan. Nogironlik muddati tugagan, lekin ma'lumot kech kelgan. Fuqaro vafot etgandan keyin karta orqali pul yechilgan. Bunday holatlar juda ehtiyotkorlik bilan ko'riladi. Shuning uchun hujjatlarni to'g'ri va o'z vaqtida topshirish kerak. 6-nozik jihat bu hamma pulni darhol berishadi degan noto'g'ri kutish. Qayta hisob kitob qilinsa ham jarayon vaqt oladi. Avval ariza qabul qilinadi, pensiya ishi o'rganiladi, arxiv ma'lumotlari tekshiriladi. Kerak bo'lsa boshqa tashkilotlarga so'rov yuboriladi, keyin qaror chiqariladi. Agar farq summa katta bo'lsa, uni to'lash tartibi ham ma'lum muddat ichida amalga oshiriladi. Shuning uchun sabrli, lekin qat'iyatli bo'lish kerak. Birinchi qadam, pensiyangizning amaldagi miqdorini aniqlang. Kartangizga tushayotgan summani yozib oling. Oxirgi qancha tushgani bank ilovasidan yoki bankdan ko'rib chiqing. Agar naqd olsangiz, olgan summalaringizni oyma-oy yozib chiqing. Qaysi oyda oshgan, qaysi oyda kamaygan, qaysi oyda qo'shimcha tushgan. Bularning hammasi muhim. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz yashayotgan tuman yoki shahar bo'limiga boring. Yoningizda pasport yoki ID karta, pensioner guvohnomasi bo'lsa, uni, plastik karta rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxasi, mavjud ish haqi ma'lumotnomalari bo'lsin. Agar ota-onangiz uchun borayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma yoki ularning o'zlari bilan birga borishingiz kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, og'zaki emas, yozma ariza bering. Arizada taxminan shunday mazmun bo'lsin. Mening pensiyam miqdori, ish stajim, ish haqi ma'lumotlarim, qo'llangan indeksatsiyalar va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qayta tekshiruv o'tkazib, pensiya hisob kitobini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman. Agar kam hisoblangan summa aniqlansa, farq pullarini qonuniy tartibda to'lab berishingizni so'rayman. 4-qadam, arizangiz ro'yxatdan o'tganini tekshiring. Arizaga kirim raqami qo'yilishi kerak. Sizda ariza nusxasi qolsa, unda sana raqam qabul qilgan xodim belgisi bo'lsin. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Chunki keyin men ariza bergan edim deb og'zaki aytishning foydasi kam. 5-qadam. Hisob kitob varaqasini so'rang. Sizga pensiyangiz qanday shakllanganini ko'rsatadigan ma'lumot kerak. Unda umumiy staj, hisobga olingan ish haqi davri, asosiy pensiya miqdori, qo'shimchalar, indeksatsiyadan keyingi summa, ushlab qolishlar bo'lsa ular hammasi ko'rinishi kerak. Agar tushunmasangiz, xodimdan izoh so'rang. Tushuntirib berishlari shart. 6-qadam, mehnat stajingizni alohida tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi
har bir ish joyini ko'rib chiqing. Qabul qilingan sana, bo'shagan sana muhrlar, buyruq raqamlari, korxona nomi aniqmi? Ba'zan muhr o'qilmaydi. Sana xato yozilgan bo'ladi. Korxona nomi o'zgargan bo'ladi. Bunday holatlarda arxivdan tasdiq so'rash kerak bo'ladi. 7-qadam ish haqi ma'lumotlarini qidiring. Pensiya hisobida ish haqi juda muhim. Agar sizning eng yaxshi maosh olgan yillaringiz hisobga olinmagan bo'lsa, pensiya ancha kam chiqishi mumkin. Masalan, odam 1990 yillarda yaxshi maosh olgan, lekin pensiya hisobida 1990 yillardagi pastroq yoki to'liq bo'lmagan ma'lumot olingan bo'lsa, farq sezilarli bo'ladi. Arxivdan ish haqi ma'lumotnomasi olishga harakat qiling. 8-qadam javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Tuman bo'limining javobi sizni qoniqtirmasa, viloyat boshqarmasiga, pensiya jamg'armasining yuqori organiga, tegishli vazirlikka yoki elektron hukumat portali orqali murojaat qilishingiz mumkin. Muhimi, har bir murojaatga oldingi javoblarni ilova qiling. Shunda masala aniq ko'riladi. 9-qadam javobni mutaxassisga ko'rsating. Agar imkon bo'lsa, huquqshunos pensiya masalasini yaxshi biladigan mutaxassis yoki tajribali buxgalter bilan maslahat qiling. Chunki oddiy odamga hisob-kitobdagi raqamlar tushunarsiz bo'lishi mumkin. Ba'zan xato juda mayda joyda yashiringan bo'ladi. Bitta yil staj kirmagan, bitta koeffitsient noto'g'ri olingan, bitta ustama qo'shilmagan. 10-qadam pullar tushganini nazorat qiling. Agar sizga farq pul hisoblandi deyishsa, qaysi davr uchun qancha summa, qachon tushishi kerakligini yozma so'rang. Kartaga tushganda esa summani tekshiring. Ba'zan umumiy pensiya bilan farq puli birga tushadi, ba'zan alohida tushadi. Chalkashmaslik uchun bankdan operatsiyalar tarixini oling. Bir ayol menga murojaat qilgan edi. Onasi 38 yil hamshira bo'lib ishlagan, lekin pensiyasi juda past edi. Tekshirilganda tungi navbatchiliklar, ustamalar, ayrim yillardagi ish haqi ma'lumotlari pensiya hisobida aks etmagan. Arxivdan hujjatlar topilgach, pensiya qayta ko'rildi. Har doim ham katta pul chiqmaydi, lekin o'yga bizming. 200 ming so'm qo'shimcha ham pensioner uchun katta yordam. Bir yilga hisoblasangiz bu 1 million 200 ming yoki 2 million 400 ming so'm degani. Yana bir erkak kishi 25 yil qurilishda, keyin 10 yil xususiy firmada ishlagan. Xususiy firma davri bo'yicha sug'urta badallari to'liq aks etmagan. U men ishlaganman-ku deydi. Lekin ish beruvchi hisobot topshirmagan yoki ma'lumot bazaga to'liq tushmagan bo'lsa, pensioner zarar ko'rishi mumkin. Bunday vaziyatda ish beruvchi hujjatlari, soliq ma'lumotlari, mehnat shartnomalari, ish haqi vedomoslari yordam beradi. Yana bir holatda pensionerning pensiyasi oshgan, lekin u kutgandan kam. Tekshirilganda hech qanday xato topilmadi. Sababi uning pensiyasi allaqachon minimal darajaga yetkazib berish orqali to'lanayotgan ekan. Indeksatsiya natijasida asosiy qism oshgan, lekin qo'shimcha qism mos ravishda o'zgargan. Shuning uchun umumiy o'sish kichik bo'lgan. Bu odam uchun yoqimsiz, lekin qonuniy. Demak, tekshiruv har doim pul qaytadi degani emas, lekin hech bo'lmasa aniqlik beradi. Men sizga vahima qiling demayman. Men sizga huquqingizni biling deyman. Pensiya bu sadaqa emas, bu odamning yillar davomida qilgan mehnati, to'lagan badallari davlat oldidagi qonuniy haqqi. Agar hisob-kitob to'g'ri bo'lsa, buni bilib xotirjam bo'lasiz. Agar xato bo'lsa, uni tuzatish kerak. Ayniqsa, ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, ular ko'pincha idora yurishga qiynaladi, savol berishga uyaladi, xodimning bir og'iz gapga ishonib qaytadi. Farzand sifatida siz yordam bering. Pensiya miqdorini tekshirib bering. Hujjatlarni tartibga soling. Ariza yozishda ko'maklashing. Ko'p hollarda aynan farzandlar harakat qilgani uchun ota-onaning puli qaytariladi. Agar siz pensiya jamg'armasiga borganingizda qo'pol munosabat bo'lsa, arizangizni olishmasa, hisob-kitobni tushuntirishmasa, buni ham yozma tartibda yuqoriga bildirish mumkin. Davlat organi fuqaroning murojaatini qabul qilishi, ko'rib chiqishi va javob berishi kerak. Siz madaniyat bilan, hujjat bilan, aniq talab bilan murojaat qilsangiz, natija olish ehtimoli ancha oshadi. Bugungi mavzuning asosiy ma'nosi shuki, pensiya indeksatsiyasi har doim ham odam kutgandek oddiy foiz qo'shilishi emas. Pensiya tarkibi murakkab, xatolar bo'lishi mumkin, lekin hamma holatda ham aldov bor deb aytish ham to'g'ri emas. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarni tekshirish. Yozma ariza berish, hisob-kitobni olish va farq bo'lsa, pulni qonuniy talab qilish. Agar sizning pensiyangiz oshmagan bo'lsa, juda kam oshgan bo'lsa, ish stajingiz to'liq kiritilganiga shubhangiz bo'lsa, eski ish haqi ma'lumotlaringiz hisobga olinmagan deb o'ylasangiz, bugun harakatni boshlang. Pasport,
mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotlari, arxiv hujjatlarini yig'ing va pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz indeksatsiyadan keyin qancha oshdi? Siz yoki yaqinlaringiz qayta hisob-kitob qildirganmisiz? Farq puli qaytarilgan holatlar bo'lganmi? Tajribangiz boshqalarga juda foydali bo'lishi mumkin. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahalladagi pensionerlarga yuboring. Chunki ko'p odamlar o'z haqqini faqat bilmagani uchun ololmay yuribdi.